Mana 1 million so'm pul sizga, mana shu nonni so'ragan odamlarga ehson qilib yuborasiz. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech puldan beryapsiz nonlarni? Ikkitasi 15 mingmi? Yo'q, bittasi 5 ming. Ha, bittasi 5 ming. Nechta kerak? Nech puldan qilib berasiz oxirini? Savdolasha nechta bor bu yerda? 150 ta qayerdan nonim bor? Dur kelgan. 5 mingdan 150 tasi nech pul bo'lyapti? 750 mingmi? 750. Mana unday qiling, xolajon. 750 ming bo'ladi debsa. Mana 1 million so'm pul sizga, mana shu nonni so'ragan odamlarga ehson qilib yuborasiz. Bepul shunday beraymi? Shunday berib yuboring. Faqat menga va'da berasiz. Va'da beraman. Meni o'zim bor-ku. Qarang, 1 milliondan nechtadan tushadi? 200 ta 5 mingdan. 150 tasini tarqataylik. 150 tasini tarqating. Bo'ldi. Mana shu noningizni sal qimmatroq olyapman bo'ladi. Mayli. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ikkitadanmi, to'rttadanmi so'raydilar, berasiz. Faqat bir kishiga 20 ta 30 ta berib yubormang. Bir kishiga 2 ta 4 ta xalqqa tarqating faqat. Men qarang-da, mana shu qilganim yo'qsa Allohdan 1000 barobar qaytdi. Amin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Dunyo pulini bermasam bo'ladimi? Ha, ba'zur. Sizga ham mumkin, boshqalarga ham mumkin, faqat iltimos tarqating, duo qilib qo'ysinlar bo'ldi. Menga qarang-da jonim. Faqat ishingizni barobar rivojini bersin. Rahmat, xolajon. Mana shu yerga o'tirib, telefonlarda bormasa haqiqatdan yaxshi odamlar. Hozir yerda o'tirib, hamma avliyolar haqida duo qilib, Temur boom, Ulug'bek, Xo'ja Ahroriy Vali, Mirsaid Baraka pir ustozlarga deb Allohim bir yetkizki Parvardigorim ko'p bola oladigan kelsin dedim. Qarang, ko'rdingizmi, Alloh bilmasin. Allohim buyuk shunday. Ha, to'ppa to'g'ri. Bu narsaga hech nima qilish kerak emas. Faqat siz duo qilsinlar, tarqatib bering. Xo'p? Beraman tabii. Mayli, xolajon. Hech bir o'ylamay ketavering. Bo'ldi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'p.